Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda mana bunday bo'g'oz shved ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun bo'g'oz mollarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Bugunga bir bosh bo'g'oz molimiz bor. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 9-iyun sanasida kimga sifati biz bergan ma'lumoti to'g'ri kelsa 95 059 33 ga bo'lganda ham shvedni zo'ridan go'zalidan bo'ladi aka-ukalar, birinchi qoringa kurashchi chiqmaganidan bo'ladi. Tutaylari ham 4 joyda joylashgan. Aka-ukalar joning sog' bo'lganda sifatini ko'ryapsizlar. Toza shved, kurashchi chiqmagan hali. Uni to'shlarini qaranglar, to'shlarini akalar. To'shlari ham zo'r, bag'vaqalarini qaranglar. Joning sog' bo'lgur. Sifati zo'ridan. Uni tutaylarni ham bir qator ko'ringlar akalar. Mana tutaylari ham 4 joyda. Bitta ham oshiqchasi yo'q. Kinniklarigacha bor akalar mana. Kinniklarigacha, mashagacha yelinni soladi. Yumshoq beylari ham yelinda o'nni akalar. Tuyoqlari ham mana stakan tuyoqda. Aka-ukalar, hop, 6 oydan o'tgan bo'g'oz 6 oylikka olaverasizlar. Boylari 130 ga yaqin chiqyapti, 128 ga olaveringlar. Behijolat 128 uyaltirmaydi, chiqaveradi akalar. Molni uzunligini ham ko'ryapsizlar, sifatini ham ko'ryapsizlar akalar. Hop, aka-ukalar, uni bel qismlarini ham ko'ringlar. Moling bormi desa, bor deb yetalab yuraverar ekan mana akalar. Bir tomoni o'zi bir qarich chiqyapti. Mana ikkinchi tomoni akalar. Yo'g'on narsa, katta mol kichkina mol emas. Hop, akalar, bo'yi 130 ga yaqin, 128 ga olaveringlar. 6 oydan o'tgan bo'g'oz 6 oylikka hisobini olaveringlar. Narxiga 36 million kami xayri bor. Kimga yoqsa aloqaga chiqinglar. Dastavkasiga o'ylanmaysizlar. Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatni voha tomonlarga kelishilgan holatda mana mol boradi. Kurashchi ham hali chiqmagan akalar. Joning sog' bo'lgur. Sifatini qaranglar buni akalar. Vobshe zo'r, klass narsa. Kimga yoqsa aloqaga chiqinglar, xudo xolasa narxlarini ham kelishtirib beramiz. 36 million so'm kami bor.